Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Tinchmisizlar? Tadbirkor ayol, mana bu Minskga ketadigan yo'l. Shu joyda mana texstansiyalar arendaga beriladi. Bu podyomnigi bor, mana bu uchinchisida podyomnik bor. Zamina maslahat, hammasi tayyor. Ishlagan joyi oldin. Hozir negadir arendatorlar ketgan ekan, srochni arendaga berishyapti. Hamma uslublari bor, suv dislarmi, svet dislarmi, hammasi bor. Arenda masalasini o'zini egalari bilan gaplashib kelishasizlar. Bitta tochka hali ishda, avtogen mana birinchi. Bu ikkita avtogen bor, bu ham arendada. Qolganini kelib ishlatsalaring bo'ladi. Do'kon ham bor, xohlasalaring, zapchast do'kon. Где-то 25 kvadrat. Bu yoqda ham arendaga berib yuboramiz. Olib ishlatsalaring bo'ladi. Ishlari bilan hozir tanishtiraman. Mana boksni ichki qismi, podyomliklar bor. Motoriska ham, hadashga ham to'g'ri kelaveradi. Kelib ko'rsalaring bo'ladi. O'zlaring instrumentlar bilan kesalaring. Elektrisson, besprilivniy, hamma joyi cho'tki. Joylar bor, mana o'tirib dam oladigan joy ham bor ekan. Narxini kelishamiz. Mana zamina masla, motorga ham bo'ladi, motor ochib to'g'rilasa bo'ladi, yamasi bor. Ichlarini yana olib ko'rsataman. Lokatsiyasi vashti dahshat. Rosa mashina o'tadigan trafiki zo'r joy. Kelib gaplashsalaring, kelishtirib narxlarini yaxshi qilib beradilar.